Bu qiz meni yupatish ko'rinardi. Voy, u ahmoqqa ahamiyat bermagan. Kel, sen yo'linishingni o'zgartirib, shaharda tinchgina yashagin endi. Men yashayotgan bu qirollik Buyuk Sayya qirolligi deb ataladi. Ularning ta'limi ikki yo'nalishga bo'lingan: gumanitar va jangchi san'ati. Yagona imtihonga ruxsat olish varaqasi. Ismi Suya Suzumi. Jinsi erkak, yosh 18, qobiliyat darajasi E, turi elementar. Topshirayotgan yo'nalishi gumanitar va jangchi. Biroq jang san'atini tanlaganlar yagona imtihonga kirib, maxluqlarga qarshi, ya'ni o'limga tik boqishlari shart edi. Faqat imtihondan o'tgan kuchlilargina universitetga kirishar edi. Akademiyadagi ustozlar qo'lida bir necha yil mashq qilgandan so'ng, aql bovar qilmas darajada o'sha qobiliyatni kuchaytira olasan. Ustoz va Lin Sinli jang san'atida yagona imtihonni topshirsam, biror kolxoz bo'lishidan xavotirda. Mana shunday xavf-xatarga to'la bo'lgan dunyoda o'lim darak bo'lganda, kelajakda shunday vaziyatga tushganimda hech narsa qila olmaslikdan qo'rqaman. Shuning uchun jang san'atini tanlayman. Nima mumkin?